Ay, siz Qasımning nimasi bo'lasiz? Men uning xotini. Tom ikki o'rmichichi qaq pachiqiga tushadigan chiroyli cho'kan ekan. Bundan keyin yuzimni qandoq ko'tarib yuraman. Agarda men utib olsam, xotiningdan o'tsam, qandoq? Har qaysing bu yerga onangni ergi bagil kelishdingmi? Seyit begi menga igichi singlig'ini opirib so'labdi. Men hargiz bormayman. Xotinimni o'zimga qo'yishini bakın. Unda qilma. Vay shimg'ina va og'zini bir tepma beka. Hozirgi kelgicha Qosim oxundan boshqa arzatiga ko'nglimning peshini tutqizib baxmadim. Bechora nafasim qopdi. Gelmeysin. Bu şeyde konuşlar. Unda qilmanglar. Qemarg'a tikilgan xotin. Oysham Ismoil tabassum. 14-qism. Potemxon Seyitboy Suyunchiqon 2 tangani elib xushal kulganicha Oytura xonimning o'jirisini yig'ishtirg'ali kirdi. Bugun uning tuyuqsizla gul qaqallar ichilib ketganidan g'ayrilik his qilgan Oytura xonim uni chaqirib olib, nimaga buncha xushal bo'lib ketganligini so'radi. Gulxinimning bo'yida qap demish. Begim shuningga xush bo'lib, hammamizga suyunchi berdi. Har birimizga 2 tanga, yana texi sal turib, tugi so'ydirib, har birimizning oilasiga 10 jingdan go'sht yetkazib berdiganlik haqida va'da qildi. Shuningga xush bo'lyapman. Menla emas, hammalarning xush bo'lishib. Potemxonning o'zini bilmay churuqlab so'zlab ketganiga xuy tutgan Oytura xonim jon jahli bilan vaqirab, xizmatkorini haydab chiqadi. Potemxon qo'rqib, g'al-g'al titraganicha Oytura xonimning hujrasidan yenib chiqdi. Oytura xonim bugunmi bak yig'ladi. 14 yoshlik bola Seyitga ko'ngli tushib qolgandan boshlab hozirgacha bo'lgan barliq ishlarni eslab, ichidan to'kilib, xo'rliq va azob dastidan puchalangan yurakini mo'jib turib, bak uzoq yig'ladi. Seyitboy oilasidagi barliq ishlamchilar, xizmatkorlar kuzlik yig'im ishlari uchun etizga chiqib ketdi. Qambarnisa xonim Zivarnisoni va qizi Gulbahram xonimni agashtirib, kuzlik choponlar uchun raxtallig'ini bozorga ketdi. Shahzodam xonim uyda bekor o'tirib ichib-pushib, ishlayotganlardan hol ahvol so'rab kelish maqsadida etizga chiqib ketgan bir kuni edi. O'ynab yerib Shahzodam xonimning to'shkida uxlab qolgan 10 yoshli Rustam kerilib uyg'ondi. U har yon qarabmi, chaqiribmi, hech kimni topolmadi. Ishkirki toshqirqi uylarni oqtirib, na onasini, na cho'ng onasini, na gul onasini topolmagan Rustam Oytura xonimning hujrasining ishiga keldi. Qaysili uyga kirsa azaldan xizmatkorlar ishga ichib berib ko'nib qolgan Rustam ishik chekib odatlanmagan edi. U yepiqliq turgan ishikni ishtiribli ichib hujraga kirdi. Hech kim yo'q edi. U burilib chiqib ketay deb turganida ishkirki uydan Oytura xonimning kiyim almashtiradigan va yuyinadigan uydan kimdir bir er kishining kuchli puchildigan, asirgan Oytura xonimning nozik ingirgan, voyjonligan ovozi anglanib qoldi. Rustam ajablandi. Oytura onamga bir ish bo'lgan bo'lmasa yana degan o'y kallasiga kelishi bilan sal jiddiylashgan Rustam bir besib, ikki besib ishkirki uyning bo'sog'isiga keldi va ishikni bo'shqini ishtirib, ozroq ichilgan yo'chuqdan uy ichiga qaradi.
qaradiyu ichidagi bir kigizning o'rinchilik keladigan kot supida ermash-chirmash bo'lishib ketgan Oytura onasi bilan yana bir kishi ko'rib, qo'qqonidan zuvona tutilib qoldi. O kayniga dojimoqchi bo'lib shundoqla yenishiga diqqatsizlikdan o'ngdisiga yiqilib ketdi. Ichidagi uydan Oytura onasining kim o deb to'g'ilgan ovozi kelishi bilan o'shini yiqqan Rustam chaqmoq tezligida o'ylig'i chiqib, eshikni avvalgidek yepib qo'yib, tomga choplashib turib oldi. Shu kuni kechga yaqin Rustamning qizitmasi o'rlab, o't kavob bo'lib ketdi. Birdam to'nlab ketdim desa, yana birdamda isib ketdim deb, ustiga yepilgan yo'tqonlarni tepib ichib yetib, nimalarnidir deb jo'yilib titrab, hammalarni qo'rqitibdi. Seyitboy Rustamni mapiga elib, yezi bozoridagi Tevibning uyiga ib bordi. Gerçi Tevib uning nima sababdan og'rib qizitmasi o'rlab ketganligini bilmagan bo'lsa-mu, qizitma tushirish usullarini qo'llanib, ko'ngil qo'yib davoradi. Ondan necha kun qaynatib ishirgidek o'simlik dorilarni tanshab berib, o'zi tushundirib qo'ygandek har kuni vaqti-vaqtida ishkizib basala saqayib ketadiganligini aytib, yo'lga sap qo'ydi. Rustam sal esiga kelganda Eliq kuni Oytura onasining ishkirki hujrasida ko'rganlarini qaytadan eslashga boshladi. Gerçi u Oytura onasini nashayon ish ustida ko'rib qolgan bo'lsa-mu, Eliq er kishining chiroyini aniq ko'migachga uning kim ekanligini bilmadi. Shu ishdan keyin Rustam shunchalik qo'rqib ketdiki, Oytura onasining hujrasiga kirish tugul, uni ko'zimi titrak bosadigan, kayniga necha qadam dojiydigan, hatto bo'rilibla hujrasiga kirib ketadigan bo'lib oldi. Seyitboy Zivarnisoning eg'ir oyoq bo'g'inidan xushal bo'lib, cho'ng kichik hammasiga suyunchi taqitib yurgan kunlarda Namancho'loqmi bu xush xabardan bexabar qolmadi. O o'ch ilish qadamini yanama tizlatmaganiga, atidan kechgacha poyloqchi qo'yib, Seyitboy oilasini tang-tanglashni bilib, Seyitboy bilan Zivarnisoga qandoq yiqilish haqida boshqa turmay, oqibatda bugünkidek ishlarning yuz berganiga jela bo'lib, burunqidekli vaqiraydiganlarga vaqirab, chaqadiganlarni chiqib, ochchig'ini o'zidan chiqarib hodi. Turibla, o'ltirib o'ylanishga boshladi. Bumu bo'g'ini? Qo'sig'ida qolgan bo'lsa, shu bolasini tug'ib olsin. Hayotli bo'lsa, uningdan keyin maqsadimga yetsammi kechikmasman. Seyitning qo'yniga kirmagan vaqtida o'ynagicha, bolasiga ana bo'lganda o'ynasam, andin g'ururiga tegib, menga qolganlarni haslab qaytirib bergan bo'g'idek. Uninggacha Seyitga asta-asta yaqinlashib, orani yaxshilashtiray. Shularni plan qilib, shum niyatni ko'ngliga pukkan Namancho'loq bir kuni Seyitboy yezi bozorga mangadigan yo'l do'qmishda uni aloydan saqlab turdi. Xeyli uzun bo'lganda Seyitboy xo'jidori bilan etini yondoshtirib yetib keldi. O Namancho'loqni ko'rib, qadinaslocha salom qildi va qo'lini ching'ida siqib, qayt-qaytilab al ahvol so'rab ketdi. Namancho'loqmi Seyitboyning salimiga yarasha javob qaytirib, adovatlarni allaqachon unutib ketgandek tuyg'u berishga, amalning boricha qizg'in bo'lishga tirishib-atdi. Birodar, bu yerda turib qopsizlar. Maqsum yog'ochchi, atdiganda bir ko'rishsak deb odam avatibdi-kan. Shu kishi bilan ko'rishib yenishimidi? Bugun bu yerda uchrashib qolishimiz peshonamizga bitildimikin tam? Bumuz qachongacha bir-birimizning didorini ko'rmay yura bo'g'itdiq, Seyit birodar. O shundoq deb teqimiga o'ribla yolg'ondan birini to'qidi, hamda oxirgi gapi orqali Seyitboyni ko'pdan beri o'zidek bir birodarini tashlab o'tganligini, mo'shundoq uchrashib qolmagan bo'lsa sarayga bir qitimni izlab berib boqmaganligini peshonasiga qo'yib ulgurdi. Seyitboy xijillik ilkida qizardi. Birodardan yenish-yenishlab o'zir so'rab, o'zining to'g'ri qilmaganligini bo'yniga oldi va xilidan beri oiladagi ishlar, etiziriq, yig'im-terim ishlar bilan bo'lib, u taraflarga o'tanmaganiga ko'ngil qo'ydi. Shu kuni ishkaydan billa bozor aylandi. Otlarni o'stan yoqilab choptirib, yillar avvalgi mana shundoq aylanganlarni eslab chiqishdi. Biroq o'y fikri xiyollar
Seyit boyning ko'nglida boshqa, Naman cho'loqning ko'nglida boshqa edi. Kuz oylarining optopliq bir kuni edi. Rustam darvoza oldida o'ynab etib, bog' temidan shox tashlab turgan, may bog'lab pishgan shaptullarni ko'rdi. Uning qo'li shaptulga yetmaydi. O'yli ichiga yugurib, buyurib shaptul oldirgudek birmi xizmatkor topolmadi. Chunki kuzlik yig'im ishlari texi oxirlashmagan bo'g'achqa hammaylan etizda edi. O shaptulga yamishib chiqib o'zib yemoqchi bo'ldi. Biroq quchoqqa liqqida keladigan yo'g'on shaptul qo'liga o yamishamadi. 2-3 qitim yamishib beqib mag'lub bo'lib serilib tushib ketgandan keyin bog'vanni chaqirib chiqib, shuning deb shaptul o'zdirmoqchi bo'ldi va bog'ning ichkarisiga o'rik shaptullab bukkida shoxlagan joyga bog'van akisi o'z yer tanlab selib olgan bir ig'izliq qo'sham uyga qarab mandi. Eshik oldiga kelib qarab edi. Azaldan taqalmaydigan bu eshik ichidan zanjirlab taqalgan bo'lib chiqdi. Rustam bu ishdan qiziqsinib, eshikning orashlaridan uy ichini mo'ardi. Alyatqu mahal. Qambarni Soxinim o'g'li Rustamni uxultish uchun allay etib yotadi. U bugun yana o'g'lining mijozining sal g'ayri turganligini ko'rib, ansirab qolgan bo'lib, oldingi qitim qizilmasi o'rlab titrak o'lishib ketgandimi, boshdan mo'shinga o'xshash ahvol yuz bergan edi. Shunga u heridan heliga o'g'lining peshonasini tutib, nima o'zgarish borligiga diqqat qilib, ha deganda o'g'ildan uni buni so'rab, ko'ngli tortganini bilishga urinib turadi. Ammo bu qitim uning qizilmasi o'rlamadi, jo'ylamadi, ham og'rib qolmadi. Faqat uxlayolmay u yoqdan bu yoqqa o'rilib, ulug' kichiklanib, nimaga durib yaram bo'lib yotdi. Qambarni Soxinim uning holiga qarab taajjublandi. Tasodiban o'zi uxlab qolib, o'g'liga bir ish bo'lganini bilmay qolishidan ansirab, uxlashga petinolmadi va Rustamni quchoqlab allay etib yotdi. Bir chaqda Rustam bo'sh ovozda onasini chaqirdi. Ana. Ha, balam, men ba. Oytira anam Jappar akam bilan turibdi ekan. Men ko'rib qoldim. Qandaq deysan? Bilmadim. Ish qilib ikkisi birlikkan. Billa tursa turgandi balam. Oytira anang Jappar akamni meyvelardan uzib bersa degan bo'g'iydi. Yo'q. Meyve üzmepti ekan. İkisi birli yetibdi ekan. Qambarni Soxinim tuyuqsiz bu gapni anglab cho'chidi va darrov beshini ko'tarib atrofga aloqzodlik bilan qaradi. Jo'ylima, nimanda qalaymiqan gap qilasan? Qalaymiqan gap qilmadim. Rost ikkisi birli yetibdi ekan. Jappar akamga shaptul uzib berday deb uyga borsam, eshikni ichidan etib qo'yib, shu yerda birli yetibdi ekan. Qambarni Soxinimning chekisidan purrida tar quyildi. U Rustamdan yoki har qanday birisidan bundoq gapni anglashini xiyoliga keltirmagan edi. Kichik bola emasmi? Ya shundoq o'ylab qolgandi. Ya bo'lmasa Japparning uyiga biror kapsiz cho'kanni akirib ketganini ko'rgan bo'lsa, uning bo'ybastini Oytura xonimga o'xshatib qolgandi. Deganlarni o'ylagan Qambarni Soxinim mehribonlik bilan o'g'lini jimlab uningga dedi. Obdan balam. Undaq gapni qalaymiqan deysi bo'lmaydi. Oytura anang anglasa xafa bo'ladi. Dadang anglasa texami xafa bo'ladi. Oytura anangchi hargizmi Jappar akang bilan u uyda yotmaydi. Cho'qim birarsini Oytura anangga o'xshatib qolgan o'xshaysan. Bu gapni endi ikkinchi eg'izingga og'uchi bo'lma. O'ynashib deb qo'yg'ining bilan haq anglasa xapiliq teriydigan gap u. Men rost ko'rgan tursam, bog'dagi uyda, heliqi o'riklik orasidagi uyda birga yetibdi ekan. Ikkalisi ishtinini selib etibdi. Jappar akam Oytura anamga minib elib, uni bo'zak etdi. O'tgan qaytim Oytura anamning yuzini ko'rib, Jappar akamning yuzini ko'ramagan. Bugun ikkilisini aniq ko'rdim. Qambarni Soxinim darang'ida cho'chib, yotgan yerdan darrov tik bo'lib o'ltirdi va eg'zini tutibli qoldi.
uning chachaygan ko'zlaridan, tatargan chiroyidan qo'rqib ketganligini ko'rib olish tas emas edi. Rastavatamsan? Har ishkilisining chiroyini aniq ko'rdingmi? Qambar Niso xonim Rustamning ishki belikidan qamollab tutib, uning ko'zlariga kirib ketgidek bo'lib, qaytalab so'rdi. Voyjon, qo'lim, ana qo'limni. Jenim balam, bu ishqi chaqchaq qilib bo'lmaydi. Rast ko'rgan bo'lsang, ko'rginingni-da. Aniq ko'rmay turib o'xshitib qolgan bo'lsang, uni-da. Bekardan ko'ngil og'riydigan ish chiqib qoladi, tatliq balam. Yo'q, men rost ko'rdim. O'riklikdagi uyda ikkisi birga yotganda ko'rdim. Oytira anam bilan Japar akamni men taniydigan tursam, hech kimga o'xshatmadim. Ular ikkisiz shu. Qambar Niso xonim lassida bo'lib qoldi. Chiroyli ko'zlaridan tashvish alomatlari yig'ib, qo'shimiz turilib qoldi. O'tganda men og'rib qolib siz yig'ilgandimi? Oytira anamning hujrasida shularni ko'rib qo'rqib ketdim. Ondan og'rib qoldim. Shu chaqda bugungiga o'xshash Oytira anamga meni bilib bo'zaq qilib etibdi ekan. Qambar Niso xonim qo'lini so'zibla chaqqonlik bilan o'g'lining og'zini tutib oldi. Rustam bu holdan cho'chib, bo'ti ko'zlari texmi yo'g'in edi. Obdan balam, chiroyli balam, bu ishni hech kimga dema. Menga deganda kim bo'ldi, endi unutib ketgan. Hech qanday odamga dema, uqdingmi? Bundan keyin hatto menga dema. Bildingmi? Rustam onasining nima sababdan titrab chinqilib, jiddiylashib, o'zining og'zini tutib oladiganligini va bu ishni hech kimga aytmaslikni topalaydiganligini bilmadi. Lekin onasi dema degan ekan, desa bo'lmaydigan gap ekanligiga chin putatdi. U asta beshini langshitdi. Onasi uning og'zini qo'yib etib, bag'riga besib, ching'ida quchoqladi. Qambar Niso xonimning yuragini qo'rqinch chulg'ib olgan edi. U Rustamni quchoqlab o'ltirib, uzoqdan uzoq o'ylandi. Uyda bundoq uyatliq ish chiqqan ekan, burun bo'lsin, keyin bo'lsin, aman oshkor bo'lmay qolmaydi. Shu chaq bo'lganda bu oilani parchalanib ketmaydi. Seyitboyning g'ururi yerga o'rilmaydi deb kim ayta oladi? Yerimi o'rilmadimi? Hech kim ko'rmadi. Hech kim bilmadi degan bilan ko'nlarda paxta ichida cho'g' saqlag'ili bo'lmaydi deydigan gap bor. Bu chaq qachongacha yana shundoq maxfiy etib turdi. Bugungi Rustam ko'ribdi. Ati cho'ngroqidan biroz ko'rib qilib, teri to'pisida pul qilibas uchun. Bu uyda zot tinchlik bo'lmasmi? Qambar Niso xonimning kollasi ziddiyatli xiyollar bilan to'shib ketdi. U qanday qilishni bilmaydi. Bu ishni Seyitboyga aytib, uning yangi ishida bartaraf qilishini o'tinish haqida o'ylashib baxdi. Oytura xonim bilan paranglashib, uni Jappar bog'ban bilan bo'lgan xufiyona aloqasini uzishga da'vat qilishni o'ylashib baxdi. Qandoqli o'ylasa, bu ishlarning zotli qo'lashmaydiganligini his qilib, ko'ngli yerim bo'ldi. Bir tarafdan o'ylasa, Oytura xonimning banboshlik qilib, texi aqliga to'shmagan kichikkina bolasi shu holatda ko'rinib yurganiga ochchig'i keladi. Qambar Niso xonim Rustamga bu ishlarni hech kimga demaslik haqida qattiq chekilib qo'ygani bilan Rustamdan ansirab qolgan ham Qambar Niso xonimning Rustamning hujrasida xayol bo'lib qolganidan ajablangan Seyitboy hujra ishkini ochay deb turganda ona bola ikkisining parog'ini anglab qoldi. Boshda mundoqli qiziqsinib anladi-yu, orqadan butun vujudini quloqqa aylantirib, zehnini yig'ib turib, g'azab va nomus bilan, ochiq alam bilan to'liq angladi.